E'tiboringiz markazida Hilol mehmoni dasturi. Inson o'zi yodlagan lug'atlar asosida tushunadi. Agar lug'at kam bo'lsa, saviya kam bo'ladi. Bir markazga bog'liq bo'lmasa, u keyin o'qigan kitoblari unga zarar berishni boshlaydi. Kitoblar parashyutlarga o'xshaydi. Ochilmasa foyda bermaydi. U asarlarda Dostoyevskiy urg'u berib, kelajakda o'ta yomon ahvolga tushib qolish mumkin bo'lgan xulosalar bizni islom adabiyotimizda bir dona hadisni yarmida aytilgan bo'lib chiqdi. Kitob deydi, ular o'qimagan. Men o'qib chiqqanman ularni. Kechqurun o'qib turgan joyimda sakratib turg'izib olgan. Shunaqa, ya'ni adabiyotni kuchli quvvati bor, qudrati bor. Endi shu do'konni yana 2 barobar kengaytirish imkoniyati bo'ldi. Eng ishonchli asarlarni to'plaganmiz. Chunki bu yerda nafaqat Hilol nashrida nashr etilgan kitoblar, balki boshqa nashriyotda chiqqan kitoblarni ham topish mumkin. Hadrat Baxtiyor oilani yozganlarida hali yil nomlanmagan edi. Baxtiyor oilani yozib bo'lganlaridan keyin yil aynan shu kitobga munosib nomlandi. Hatto arab dunyosidagi ba'zi ulamolar Hazrat haqida gapirganda, bu inson shunday zotki, O'rta Osiyoda kuyovlar kelinlarga bu kishining kitoblarini mahr qilib beradi degan. Biz dedi dinga xizmat qilyapmiz deyishdi. Shunda ularga Hazrat aytdilarki, biz nima qilyapmiz dedilar. Nomi Hilol bo'lsa ham Badrlarga dars beradigan kutubxona desak ham bo'ladi, kitobga asoslangan yo'nalish. Oldindan bilganmisizlar deymi? Bismillah, alhamdulillah, assalomu alaykum azizlar. E'tiboringiz markazida Hilol mehmoni dasturi va bugungi mehmonimiz ijtimoiy tarmoqlarda hammamizga tanish bo'lib ulgurgan ustozimiz Abror Muxtarali. Ustoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alhamdulillah. Yaxshi keldingizmi? Allohga shukr, rahmat. Kech bo'lishiga qaramasdan taklifimizga labbay deb javob berib kelganingiz uchun yana bir bor jamoamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Taklif qilganingizga ham xursand bo'ldim. Rahmat. Salomat bo'ling. Baraka toping. Ustoz, sizni ijtimoiy tarmoqdagi faol bo'lgan insonlar ham ko'pchiligi, ba'zilari ijtimoiy tarmoq faoli sifatida, ba'zilari ahli ilm sifatida, ba'zilari ham tadbirkor sifatida, ya'ni xiralaringiz ko'pda, hamma har xil nuqtai nazardan biladi. O'zi sizni ko'proq yana qanaqa taraflaringiz bor? Masalan, biznes, ilm, yana qanaqa yo'nalishlarda o'zi hozir faolsiz? O'zi aslida bizni faoliyatimiz tijorat, tadbirkorlik, ko'proq sayohat uyushtiramiz, sog'lom turmush tarziga aloqador tizimli bir ya'ni yo'nalishni yo'lga qo'yganmiz. Undan tashqari kitobga targ'ibot ishlarimiz bor. Kitob bizni asosiy hayotimizda ma'no kasb qiladigan mavzulardan. Yaqinda super kitobxon degan bir rejani amalga oshiryapmiz. O'rta Osiyo super kitobxon. Super kitobxon nima bo'ladi? Dunyo bo'yicha 1 minutda 25 mingta so'z o'qiydigan dunyo rekord meni bor. 25 mingta o'qiydi. Ikkinchi o'rinda turkiyalik bir mutaxassis turadi. U 11 mingdan oshiq so'z o'qiydi. Bu o'qish degani faqat o'qish emas. O'qigan joyini hammasini nima haqida ekanligini sizga gapirib beradi. Xulosa oladi, ibratlarni gapiradi. Endi mayda-chuyda detallar qolib ketishi mumkin, lekin mutlaq kitob foydalimi, zararlimi sizga tushuntirib beradi. Bizni hozirgi kunda shu soha bo'yicha shug'ullanayotgan talabalarimiz, ustoz darajasiga yetganlari 8 mingga chiqdi. O'rtacha hisobda 5 ming, 4 ming, 3 mingni bemalol o'qishyapti 1 minutda. Bu degani 8 mingta so'z o'qisa, 300 betlik kitobni 5 minut, 6 minutda o'qib tugatadi. Va uni faqat o'qib tugatmaydi, buni tushuntirib beradi, ya'ni kitobni salohiyatini ya'ni anglata oladigan saviyada bo'ladi. Mana shuni ustida ishlayapmiz. Biz o'zimizning Abr nashriyotimiz ham bor. Kitoblar tarjima qilyapmiz. Qora pul imperiyasini. Undan tashqari yana mudarris chiqdi Imom G'azoliy haqlarida. Yaqinda uni taqdimotini qildik. Keyin Hay ibn Yaqazonni eshitgan bo'lsangiz kerak, bu Robinson Crusoe asari, o'g'irlangan asar o'zi aslida. Robinson Crusoe'ni ular bizniki deydi, aslida Hay ibn Yaqazondan o'g'irlashgan. Hay ibn Yaqazonni asl tilini tarjima qilyapmiz. Xullas shunaqangi ishlar bilan mashg'ulmiz. Ustoz, demak, tadbirkorlik bilan ham alohida bir muhim yo'nalishda shug'ullanar ekansiz. Demak, topish tutishingiz ham shunga yarasha yaxshi. Raqamlari bizga mayli u darajada qiziq bo'lmasa ham, lekin shuni necha foizini ta'limga, ya'ni o'zingizga, oilangizga, ta'limiga va aynan kitoblarga sarflaysiz? Necha foizi? Odatda o'sha kitobga, ta'limga bo'lgan sarflayotgan xarajatlarimizni foizga bo'la olmaymiz. Chunki aksariyati shunga ketadi. Biz alohida maktabimiz ham bor, 400 ga yaqin o'quvchi o'qitamiz.
Undan tashqari Mehr 2020 degan xayriya guruhimiz bor. Bu joyda ham 600-700 ga yaqin talabamiz bor. Ularni ta'minoti, o'qishi, boshqa narsalarini ko'p xayriya qiladigan odamlar bilan birgalikda qilinadi. Ta'lim bo'lsa yuqorida aytganimizdek umumiy hayotimizning mazmuni. Tadbirkorligimizni ham topgan pulimizni ta'limga, kasb hunar qilsak ham ta'limga, kimdir tadbirkorlikda sherik bo'laman desa ham ta'limga hissa ajrattiramiz. Qanchaligini bilmaymiz, lekin o'zimizni tijoriy maydondagi foydalarimizni deyarli shu tomonga yo'naltirganmiz. Rejamiz juda katta. Biz o'sha super kitobxon loyihasini butun O'zbekistonda maktablarga joriy qilish kerak degan harakatdamiz. Chunki muammolar ham bor. Muammo nimadan iborat? Masalan, yoshlarni o'qiydigan kitoblari o'zbek tilida bizni mutaxassislarimiz jamoamiz yig'ib chiqdi. 600 dona kitob bor. Yoshlarga o'qitaman desangiz, 600 dona kitob bor. Ilmiy, badiiy, hamma kitob bolaga atalgan bo'ldi. Biz topganimiz shu 600 dona. Agar biz super kitobxon loyihasini qilsak, u kitobni 1-2 oyga bormay o'qib tugatadi bolalar. u texnologiya bo'yicha. Uni tugatgandan keyin yangi kitob yo'q. O'shaning uchun biz bu sistemaga, bu tizimga kitob tarjima qilishimiz kerak. Va kitob tarjima qilishligimizda qaysi kitobni bolalarga o'qitishimiz kerak degan fikr bor. 600 ta kitobni ham taxminan 40% ya'ni yaroqsiz holda. Yaroqsiz bolalarga o'qitib bo'lmaydi uni. Bolani qadriyatini buzib qo'yadi. Misol uchun turli xil to'qima narsalarni hadis deb tashagan, turli xil xurofotlarni din deb tashagan, mana shunaqangi yaramas holda ham kitoblar bor. Demak, u yoq bu yoq hisob kitob qilsangiz 400 ga yaqin kitobimiz bor. Endi uni 2 oyda o'qib tugatsa bola, nima qilamiz? Yangi kitob yo'q. Bizda o'rtada uzilish silsilasi bor. Hozirgi kunda nimaga mudarris degan kitobni gapirdim. Imom G'azoliy butun dunyo sivilizatsiyasida markaz hisoblanadi. Imom G'azoliydan markaz boshlansa, bundan ham axloq, ham falsafa, ham mantiq, ham fiqh, ham aqida masalalarini Imom G'azoliydan tutquch qilib boshlansa, u yoqda Ibn Sino, Farabiy, Arastu, Suqrotga chiqib ketaveradi. Bu yoqda Ibn Rushd, boshqalarni ham fikrlarini o'rgana olamiz. Ana shu ma'noda biz silsilani uzilgan joylarini qo'ldan kelgancha to'ldirishga harakat qilyapmiz. Topgan pulimizni ko'prog'ini shu yo'lga sarflashlikka niyat qilyapmiz. Ustoz, endi bir qanaqadir qo'polroq yoki saviyasizroq tuyulishi mumkin bittagina savolim bor. Bu o'zi boshqalar shu haqida ham gapirib qolishadi. Ba'zi insonlardan intervyu olinganda boshqa, kitob o'zi shartmi deb qoladi. O'zi kitob o'zi nima uchun kerak, ustoz? Juda sodda, lekin juda muhim savol. Kitob nima uchun o'qilishi kerak? Kitob muhim chunki insonda faqat jasaddan iborat emas. Insonni tuzilish formasi o'ta murakkab. Insonda ham jasad bor, ham ong bor, ham ruh bor. Ruhni ham bo'ladi ba'zi ulamolar, jonga, nafsga bo'ladi. Lekin ruh deb oladigan bo'lsak, jasadni o'zini ozuqasi bor. Jasadga to'g'ri turmush tarzida, sog'lom turmush tarzida unga vaqtida taomini berish kerak. Vaqtida vitaminini, vaqtida gormonini to'g'rilash kerak. Jasad sog'lom bo'lsa, ong to'g'ri ishlashni boshlaydi. Aql to'g'ri ishlashni boshlaydi. Nima uchun bizni masalan islom madaniyatimizda harom qilingan narsalarda masalan ilmiy tadqiqot olib borgan ulamolar aytadiki, buni qon buzilishiga, ong buzilishiga olib keladigan ichida viruslar bor deydi. Misol uchun cho'chqani go'shtini desangiz, misol uchun vahshiy hayvonlarni so'yib yeyish, o'limtikni yeyish yoki mast qiluvchi moddalarni iste'mol qilish insonni ongini buzadi. Ong buzilgandan keyin jasad buzilgan onga xizmat qiladi, natija yaxshilikka olib bormaydi. Endi ongni quvvatlantiradigan ozuqa kitob. Kitob bo'lmaguncha ong rivojlanmaydi. Mashhur allomalardan o'sha Jaloliddin Rumiyning gapi aslida, keyin buni Dekart ham aytgan deyshadi. Dekartning ham gapi bor. Inson o'zi yodlagan lug'atlar asosida tushunadi. Sizda qancha lug'at bo'lsa, o'sha asosda tushunasiz. Agar lug'at kam bo'lsa, saviya kam bo'ladi. Atroflicha tushuna olmaysiz. Agar lug'at bir xil bo'ladi, tasavvur qilish insonning lug'atiga bog'liq. Ko'p kitob o'qigan odamning ongida ya'ni ko'p lug'at shakllanadi. Ko'p lug'at shakllangandan keyin uni
tasavvuri boshqacha, o'zgacha bo'ladi. Hech kim ko'rmagan nuqtani ko'ra oladi. Bu insonni ongiga juda katta quvvat. Endi ruh nima bilan ozuqalanadi desa, ruh ilohiy ta'limotlar bilan. Bizning tilimizda zikrlar, duolar, qiroatlar, ibodatlar bular hammasi ruhni ozuqalantiradi. Agar qilayotgan zikrini, ibodatini mohiyatiga yetib qilsa, ruh chavandoz bo'ladi. Imom G'azoliy jasadni otga o'xshatgan, ruhni chavandozga o'xshatgan. Aql shu chavandozni boshidagi, ya'ni qurol, bu otni boshqarib ketishligi uchun. Ana shu ma'noda kitob o'ta katta ahamiyat kasb qiladi. Agar kitob bir insonga ya'ni kunlik ozuqa bo'lmasa, ong ojizlashadi va ot insonni noto'g'ri joyga olib ketib qoladi. Insonda ot nafs ma'nosida quturib ketishi mumkin. Ong agar yaxshi ozuqalantirilsa, boshqa hayvonlarda, boshqa mahluqotlarda yo'q bo'lgan xususiyat insonda bor. Bu ong. Ong boshqa hayvonlarda uchramaydigan narsani tahlil qila oladi. Birinchidan halol, harom, to'g'ri, noto'g'ri, foyda, zarar. Mana shu, ya'ni ongni shu narsalarni ajratishligida insondagi kimyoviy jarayonlarni ta'siri bo'ladi. Ya'ni inson yegan narsasidan ozuqalanadi, ozuqalagan narsasi qon bo'ladi, qondan go'sht bo'ladi va ong shunga ta'sirlanadi. O'shaning uchun mast odamni to'g'ri noto'g'rini ajratolmay qolishligi mana shu jihatdan bo'ladi. Shuning uchun jamiyatlarni sog'lom, aqli, ongi to'g'ri saviyali bo'lishligi uchun albatta ozuqani to'g'ri ta'minlash bilan birga ongni ham kitob bilan ozuqalantirib borish kerak. Endi yana bitta bir masala va hozir katta bir muammo paydo bo'ldi. To'g'ri kelgan, qo'lga tushgan kitoblarni olib o'qib ketaverishimiz kerakmi? Yoki u ham zararlari yoki foydali taraflarga bo'linadimi? Ya'ni filtr qilish kerakmi aynan hozir zamonda? Albatta ma'lum bir jarayon bor. O'sha jarayondan o'tgandan keyin xohlagan kitobni o'qishni zarari bo'lmay qoladi. Lekin o'sha jarayonda inson bir tutquchga ega bo'lish kerak. Qadriyatlariga bog'liq, ajdodlarini ya'ni e'tiqodiga bog'liq, o'sha tushunchalarni ya'ni asos qilib, fundament qilib olsa, keyin unga har qanday kitobni o'qish muammo tug'dirmaydi. Lekin asos bo'lmasa, tutqich bo'lmasa, inson bir markazga bog'liq bo'lmasa, u keyin o'qigan kitoblari unga zarar berish boshlaydi. Hatto Qur'on ham hatto zarar berishi mumkin. Chunki ba'zi toifalar Qur'on oyatlarini o'qib, noto'g'ri tushunib, Hazrat Alidek zotni qatl qilishgan. Qur'on dalil qilishgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda yudillu bihi kaseeran va yahdi bihi kaseeran degan bir misolni keltirib, bu misolni nima uchun keltirganligini, hikmatini aytganda, ko'pchilikni shu bilan adashtiradi Alloh taolo. Mana shu misol bilan adashtiradi, Qur'onning misoli bilan. U kim u desa, fundamenti yo'q. Markazga bog'lanmagan, qadriyat ildizga bog'lanmagan odam kitob o'qishligi, men avval ham aytganman, dovdir qilib qo'yadi. Xohlagan kitobni o'qishlik insonni xayolparast, dovdir qilib qo'yadi. Lekin tizimli o'qilsa, qadriyati bo'lsa, madaniyatga bog'liq bo'lsa, e'tiqodiga, fundamentiga agar bog'liq bo'lsa, u foydali shaxsiyatga, ziyoli shaxsiyatga aylanadi. Ko'p gurunglarda ham ko'p takrorladim shuni. Bir millatni oyoqqa turishligi uchun millatni kamida 60-70% ziyoli bo'lish kerak. Ya'ni bu degani hamma kitobxon bo'lish kerak. Qadimda bizni musulmon o'lkalarimiz haqida g'arb mustashriqlari ta'rif aytganda aytardiki, 7 yoshdan 70 yoshgacha madrasaga qatnaydigan millat deyishardi. Hamma madrasa deganda maktab tushunilgan. Hammani kitobi bo'lgan, darsi bo'lgan, halqasi bo'lgan, ustozi bo'lgan. Ya'ni kitobni to'g'ri asosda o'rganilsa, bu odamdan demak to'g'ri narsa kutsa bo'ladi. Noto'g'ri shaklda kelgan kitobni o'qib, o'ziga yoqqan iqtibosni gapirib yuraverish u insonni yomon narsalarga sabab chiqib qo'yishi mumkin. Bundan farzandlarimizni ham, millatimizni ham asrashimiz kerak. Bir odam ziyoli bo'lsa ham kifoya emas. Kitobni o'qiyverish insonni to'g'ri yo'nalishda ziyoli qiladimi?
Demak, butun bir millatni to'g'ri yo'nalishda kitobga yo'naltirishimiz kerak. Biz ajdodlarimiz qoldirgan meros bilan aslida boshqa hech kimga muhtoj bo'lmaslikka haqqimiz bor. Biz Zigmund Freydga ehtiyojimiz yo'q, Kantga ehtiyojimiz yo'q. Bu Bartoltga ehtiyojimiz yo'q, bizni Darwinga, Lamarckga umuman ehtiyojimiz yo'q. Biz G'azoliyni bilishimiz kerak, Ibn Sinoni bilishimiz kerak, Farobiyni bilishimiz kerak. Biz o'zimizni Beruniyimizni bilishimiz kerak. Ularning asarlarini maktablarimizda o'quv oliygohlarimizda o'rganib o'qitishimiz kerak. O'sha saviyaga chiqqanimizda ikkinchi avlod biroz qaddini rostlaydi, uchinchi avlod oyoqqa turadi. Azizlar, bir qiziq satr o'qidim, bir ustozdan eshitdim. O'xshatuv. Kitoblar parashyutlarga o'xshaydi. Ochilmasa foyda bermaydi. Uyda turadimi, boshqa joyda turadimi? Ochsangiz najot topasiz, bo'lmasa haligi aksi bo'lib qolishi mumkin, Alloh asrasin. Ustoz, o'zi badiiy kitoblarga ham murojaat qilib turasizmi? Albatta, o'zi meni asli yoshligim badiiy kitoblar ichida o'tgan. Yoshligimizda uyimizda katta bir kitob kutubxonasi bo'lardi. Tushunsak, tushunmasak o'qirdik. Men yoshligimdan Tolstoyni, Dostoyevskiyni, Kafkani asarlarini, Ernest Hemingwayni asarlarini, keyin sal esimizda taniganda Gabriel Garcia Marquezni asarlarini, o'zimizni adabiyotimizdan bo'lgan G'ofur G'ulomning Shum bolasini, misol uchun, Yodgor asarini, bu Abdulla Qodiriyning asarlarini, Cho'lponni Kecha va kunduzdagi kechasini, bularning hammasini o'qib yurganman. Keyin islom adabiyoti bilan tanishganimda menda bir o'zgarish bo'lgan. Qanaqa o'zgarish? Misol uchun deylik, Dostoyevskiyning Telba asari bor. Jinoyat va jazo degan asari bor. U asarlarda Dostoyevskiy urg'u berib, kelajakda o'ta yomon ahvolga tushib qolish mumkin bo'lgan xulosalar bizni islom adabiyotimizda bir dona hadisni yarmida aytilgan bo'lib chiqdi. Men shunda hayron bo'lganmanki, menga deganman, shuncha umr nima keragi bor edi deganman, misol uchun. Mana-ku adabiyot deganman. Hayolimga keyinchalik Imom G'azoliyni vafot etayotganda ko'kslarida kitob bo'lgan. Ochib qarashganda Buxoriyning sahih to'plami bo'lgan. Mana haqiqiy kitob degan ekan u kishi. Shuncha umrimni sapladim, lekin bu joydan kam manba degan narsa hayolimdan o'tgan. Men o'zimda tasavvur qilganman shuni. Lekin o'sha o'qigan adabiyotlarimiz, masalan, maktabda o'qituvchilarimiz, biz bilan birga o'qiganlar biladi. Ya'ni juda yaxshi o'qiganman. Kapitalni misol uchun, Marksning Kapitali, Leninning asarlari, Darwin ta'limotlari, Lamarckning ta'limotlarini juda ko'p o'qiganman. Bularni o'qiganim keyinchalik men afsus qilganman. Nimaga shuncha umrimni o'tkazdim deb. Lekin o'qigan bir joyda fundamentga agar o'rnashib olsangiz, bar foydasi tegar ekan. Hayotimizda o'sha ateist tushunchadagi odamlar biz bilan falsafiy ma'noda bahslarni qilganda men ko'rdimki, ular kitob o'qimagan. Kitob deydi, ular o'qimagan. Men o'qib chiqqanman ularni. O'shaning uchun ular bilan bahs qilayotgan paytda tayyorgarliksiz, hech qanday kitobni oldindan ko'rib olib, bahsni oldindan savolini jo'natmasdan turib bahs qilamiz va o'shalar foyda beradi. Ularni o'qib o'rgangandan keyin asl fundamentni ko'rdikki, bular xato edi o'zi. Mantiqan bir-biriga to'g'ri kelmayotdi. Tasalsul botil degan narsani tushunmayotdi bular. Ayniyat qoidasidan uzoq edi. Falsafada shunaqangi qoidalar bor. Bularning hammasi foyda beradi. Ya'ni badiiy adabiyot kerak. Insonni nutqini go'zal bo'lishligida badiiy adabiyot kerak. Faqat to'g'ri yo'nalishda. Dostoyevskiy juda kuchli dunyo adabiyotiga hissa qo'shgan. Tolstoy, Pushkinning Kapitan qizini o'qib hayron qolganman. Misol uchun haqiqatda chiroyli o'xshatishlarni qilgan. O'tkir Hoshimov, Ikki eshik orasi meni kechqurun o'qib turgan joyimda sakratib turg'izib yuborgan. Shunaqa, ya'ni adabiyotni kuchli quvvati bor, qudrati bor. Adabiyotga urg'u beramiz. Biz o'zimizning maktabimizda haftasiga 2 marta odobnoma darsimiz bor. Odobnomaning mavzusi adabiyot, she'riyat, san'at, falsafiy tushunchalar va albatta targ'ib ma'nosida adabiyotga
urg'u berish kerak deyman. Ustoz, endi ko'rsatuvimizning keyingi qismiga sizni taklif qilsak, bu ham bo'lsa kitob do'konimizning ichiga, bu Hilol nashrining bosh do'koni, yaxshi bilasiz. Bu yerda nechta bo'lim bor, qanaqa kitoblar bor, kitobxonlarga qanaqa imkoniyatlar bor, hammasini mutaxassisimiz tanishtirib o'tadi va siz diqqat qilishingizni biz so'ramoqchimiz. Bitta kitobni sizda tanlash imkoniyati bor va ko'rsatuvning sharti o'laroq. Va u kitobni tomoshabinlarimiz ko'rganda, ustoz aynan qaysi kitobni tanladilar? Nima uchun tanladilar degan savollarga javob bo'ladigan bo'lishi kerak va uni o'qib chiqadigan bo'lsangiz, keyin ijtimoiy tarmoqlarda bir ko'rsatuvni amaliyotga o'tgan ravishda targ'ibot bilan shug'ullanib borish kerak bo'ladi. Suhbatning davomini esa xulosalarni aynan shu yerda yana davom ettiramiz. Ma'qul. Marhamat ustoz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Ustoz, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Do'konimizda ko'rgan xursandmiz. Vaqt ajratib kelganingiz uchun alohida rahmat. Hilol nashriyotining bosh do'koni. Ustoz, ruxsat bersangiz, o'zi ushbu ko'rsatuvimizda odatda biz kelgan mehmonlarga kitobni tavsiya qilib tushuntiramiz. Siz bilan sal boshqacharoq qilsak-da, ya'ni men bitta kitob tavsiya qilsam, shu kitob haqida sizni fikrlaringizni eshitsak. Chunki bilamiz, u kitoblarni aksarini siz bilasiz, o'qigansiz va albatta bizdan ko'ra yaxshiroq va tafsilroq ma'lumot bera olasiz. Shu uslubda qilsak, agar sizga ma'qul bo'lsa. O'zi hazratimiz har xil mavzuda kitob yozganlar, ya'ni bu ko'rsatuvimizda men qayta-qayta bu gapni aytamanki, o'sha misol uchun deylik davlatimiz bu siyosat ma'nosida qaysidir mavzu oldinga surib turilgan bo'lsa, u mavzuda ham yozganlar. Yillarga bog'lab mustahkam oila yilda Baxtiyor oila kitobini, sog'lom bola yilda sog'lom bola kitobini yozganlar. Ya'ni o'sha paytda qaysi kitob kerak bo'lsa, hazratimiz taqdim qilgan ekanlar. Endi Baxtiyor oila sal boshqacharoq bo'lgan. Hazrat Baxtiyor oilaning yozganlarida hali yil nomlanmagan edi. Baxtiyor oilaning yozib bo'lganlaridan keyin yil aynan shu kitobga munosib nomlandi. Endi bu tasodif bo'ldimi, tavofuq ham bo'ldimi, lekin Hazrat bir xursand bo'lgandilar. Hazrat xursand bo'lganlarni ko'rsak, biz ham xursand bo'lardik. Baxtiyor oila o'sha ma'noda ham va men bilishimcha Hazrat yozgan asarlarning ichida eng ko'p talabgiri, sotiladigani ham, oladigani ham, chunki hozir ham tavsiya qilaman. Buzilish arafasida turgan oilalar ham bu kitobni o'qib, mustahkamlanib, qayta mehr, muhabbat shakllangani bor. Yangi oila qurayotganlar bir-birlariga buni hadya qilishyapti. Hatto arab dunyosidagi ba'zi ulamolar Hazrat haqida gapirganda, Hazratni bu inson shunday zotki, O'rta Osiyoda kuyovlar kelinlarga bu kishining kitoblarini mahar qilib beradi degan. O'sha ma'nolar, ya'ni shu kitoblardan ko'rinib turadi. Bu kitob o'sha aytganimizdek yozilgandan keyin yil nomlangan. Hazratimiz o'zi hozirgi kunda kitoblarni yozganlar, lekin u inson o'zi kim bo'lgan, bu haqida ham ko'pchilik taniydiganlar ham bor hozir, afsuski. Shu ma'noda ukalari taraflaridan xotira kitobi yozilgandi, buni taqdimotida ham qatnashdingiz. Bu kitob Hazratimiz hayotlari haqida ukalar tarafdan yozilgan bir kitob bo'ldi. Taqdimotda ham qatnashdik. O'zi bu islom madaniyatida odat shuki, ulug' shaxsiyatlarni manoqiblari yoziladi. Ular haqida ularning yaqinlari, ularning shogirdlari, tengdoshlari, boshqalar fikrlar beradi va kelajak avlodga bu shaxsiyatlardan o'rnak olishimiz, ibrat olishimiz uchun yoziladi. Bu islomga bag'ishlangan umr kitobi ajoyib yozilgan. Hazrat rahimahullohning ukalari tomonidan o'zlari ham aytadilar, bu kitobni yozganda boshqacha hissiyot bo'ldi deb. O kitobda Hazratni naqadar buyuk shaxsiyat bo'lganini, tiriklik paytlarida his qilmaydi odam. Lekin u kishini bosib o'tgan qadamlari naqadar zalvorli, zabardast qadamlar ekanligini kichkina bir joyda ko'rsatganlar. Bu kitob juda katta romanlarga, juda katta balki kino san'atiga, balki adabiyotga mavzu bo'lish salohiyatiga ega. Alloh taolo o'tganlarimizni rahmatiga olgan bo'lsin. Qolgan amallari sadaqa joriy bo'lib qolsin iloyim. Oltin silsila loyihasi. Hazratimiz boshchiliklarida shogirdlari bilan, siz ustozlar bilan birgalikda ushbu loyihani Hazratimiz xalqimizga bir taqdim etib ketganlar. Oltin mana hozir ushbu oltin silsilaning Sahihul Buxoriy
qismi, shuningdek oltin silsila Sahihul Muslim va hozir Abu Dovud chiqishi davom etmoqda. Bizni hozirgidek esimizda Hazrat rahimahulloh bu loyihani boshlashdan oldin yig'ing shogirdlarni deganlar, shu bilan boshlanib ketgan. Keyin hamma o'sha tanlagan kitobini tarjima qilaversindan boshlangan birinchi. Muslim Anvarxonga, Abu Dovud, menga oltin silsila Buxoriy, ya'ni kimgadir berilib shunaqa 9 ta bo'lsa, ko'p emas edikda boshlanishida. Keyin birdan Hazrat aytdilarki, yo'q, bu bir barakali ish, fayzli ish. Hamma hissa qo'shsin. Siz qancha qildingizda? Anvarxon taxminan bir qancha ham hadis tarjima qilib qo'ygan. Men rosa borsa o'sha paytda 900 ta hadis tarjima qilgandim Abu Dovuddan. Keyin aytdimki, men 1000 ta qilib qo'yay shuni dedim. 1000 taga nazar qilganman. Bo'pti, siz 1000 ta qiling dedilar. Keyin boshidan tushdik. Har bitta muhaddisning kitobidan 350 ta 400 ta hadis tegdi bizga. Buxoriydan 300-400 ta, misol uchun haftaligida har hafta chorshanba kuni kelib hisobot berardik. Shu bilan boshlandi. Chorshanba kuni biz endi dangasalik qilib qolishimiz mumkin, berilgan hisobni qila olmay qolishimiz mumkin. Shuni aytardilar, sizlar bu ishni Alloh taolo sizlarga nasib qilib turibdimi, xursand bo'lib qilishinglar kerak. Din xizmati bitta shaxsni qo'lida bo'lmaydi. Alloh taolo nasib qildimi, uyquni yig'ishtirib qo'yib qo'ysa ham qilish kerak. Ko'proq yig'inlar bo'ladi-yu, to'y-to'ychiqni yig'ishtirish kerak. Sizlar ummatning oldida majbursizlar. Ertaga javobgar bo'lasizlar. O'zim derdilar. Shuni o'zim qilib qo'yar edim. Sizlar ham nasibador bo'linglar, sizlar ham bu xizmatni his qilinglar deb sizlarga buyuryapman derdilar. Qattiq ta'sir qilardi shu gaplar. Keyin yana bir haligi o'zimizdan ruhlanib ishlardik. Bu ajoyib kunlar, ajoyib davrlar bo'lgan. Endi bitta mulohaza bor. Hazrat demokrat odam edilar-da, ya'ni o'zlarinikini o'tkazmasdilar. Har doim talabalarga maslahat solardilar. Shu oltin silsilani tarjimasida bir maslahat bo'lgan. Ya'ni sanatni tarjima qilamizmi yo'qmi? Haddasana fulan an fulan degan sanat bor. Sanat o'zi muhaddislarning ilmiy ya'ni asosi hisoblanadi. Muhaddis sanat bilan muhaddisda matnni hamma bilaveradi. Deganda ko'pchilik ikkiga bo'lindi endi. Bir qism sanatni tarjima qilaylik, ikkinchi qism tarjima qilmaylik. Ikkinchi qism ko'proq edi. Tarjima qilmaylik deganlar. Hazrat shu ko'pchilikni e'tiborga oldilarda, sanat emas, o'sha sahobani Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Ketamiz shunaqa dedilar. Men sanatni tarjima qilaylik degan tarafda edim. Nima uchun buni aytyapman? Hamma ish qilib bo'linmagan. Qilinadigan ish juda ko'p. Hozir shu ilm bo'yicha sanat turibdi qilinmay. Agar kimda kim shu ilmga, shu suhbatdan keyin qalbiga bir muhabbat tushib qolsa, ixlos tushib qolsa, men shu ilmni o'qiyman, madrasani bitiraman, mutaxassis bo'laman, oltin silsilani sanadini tiklayman desa, misli ko'rilmagan bilim yotibdi sanatda. Bu yog'i tayyor. Oltin silsila akademik usulda ajoyib tarjimasi bor. Sanatni keltirish kerak. Sanatda kim bor? Shaxsiyatlar bor. Bizning dinimiz quruqdan quruq kimnidir ya'ni gapi bilan yetib kelmagan. U jonli insonlar, shaxsiyatlar, jamoalar shaklida yetib kelgan. O'shaning uchun bu dinni o'zgartirib yuborib bo'lmaydi. Yolg'on narsa tiqishtirib bo'lmaydi. Sanat hammasini himoya qiladi, xuddi g'albirga o'xshab, saragini sarakka, puchagini puchakka chiqarib yuboradi. Buni aytishimdan maqsad oltin silsilada har doim shuni o'zim orzu qilaman. Duo olganimda aytaman, shu menga nasib qilsin deb yuraman, hozircha nasib qilmayapti. Kimgadir nasib qilar, lekin bu eng muhim ishlardan. Balki sanatni tiklarmiz. Tarjima jarayonlari esimga tushadi, ajoyib. U paytlarda hali unaqa internet yo'q, ko'p narsa rivojlanmagan davrlar. Men kompyuterda yozishga uncha mutaxassis emas edim, yoza olmas edim. Qo'lda yozardim ko'pincha, qo'lda yozib qo'yib ayolimga berardim. Kompyuterga tushirib qo'ying deb. Keyin qo'lda yozishga ham erindimda, ayolim o'tiradi, men kitobni ochib olaman, tarjima aytaman, ayolim yozib boradi. Bir kuni shu masalada gap chiqqanda Hazrat menga kompyuterda yozishga nimadir aytdilar. Dedilar, men endi e'tirof qildim, men kompyuterda uncha yoza olmayman desam, ajib dedilar, ajib derdilar shunaqa holat kirsa. Buncha narsani qanaqa tarjima qilyapsiz? Har bir
buyuk shaxsi orqasida ayol bor degan-ku desam kulgandilar. Ayolim yozadi asosan deb o'sha kunlar esimga kelyapti-da. Abu Dovud mashalloh zo'r davrlarida. Ilm bilan shug'ullanib yurgan paytlaringiz qorningiz och bo'lsa ham jannatda hidini berib turadi. O'sha Alloh taolo o'sha kunlarni davom qilsin. Esingizda bo'lsa, mana shu zalda kitobingiz taqdimoti bo'lgandi. Shu paytda sharoit taqozosi, karantin bo'lib, mashta qilganmiz. Mana mash ustungacha edi agar o'sha payt eslasangiz. Mashta keyin odam bo'lib to'lib ketganda, bu yerda turib, divanda o'tirib suhbat qilgandik. Ayibxon aka, Hasanxon 3 kishi degan. Shunday bo'lib, namozimiz dalillari kitobini. Mana endi shu do'konni yana 2 barobar kengaytirish imkoniyati bo'ldi. Bu yerda mana boshlasak bolalar adabiyoti, badiiy adabiyot, bu yer o'quv darsliklari birin-ketin ketadi. Bizda har bir adabiyotda qo'ldan kelgancha bir tekshirib, ichidagi ma'lumotlari qanchalik to'g'ri, xoh bolalarniki bo'lsin, xoh badiiy bo'lsin, qanchalik bu bizga to'g'ri keladi, bizni shu o'quvchilarimizga ta'siri qanaqa bo'ladi uchun o'rganib turib keyin qo'yishga harakat qilamiz. Ya'ni shu tarafdan bizda inshaalloh eng ishonchli asarlarni to'plaganmiz. Chunki bu yerda nafaqat Hilol nashrda nashr etilgan kitoblar, balki boshqa nashrlarda chiqqan kitoblarni ham topish mumkin. Bu menimcha kelib bemalol kitob o'qiydigan xona, to'g'rimi? Shunday. Biz boshda shu Baxtiyor akam aytganlaridek kitob o'qimaslikka bahona qoldirmayapmiz inshaalloh. Mana kofeni ichishda uyqusi kelib qolsa deb, keyin bu yerda yaqinda universitetda faoliyat boshlagan Grant ta'lim o'quv markazi bor. Shu yerda o'quvchilar kelib, bu joylarda o'tirib kitoblardan o'qib foydalanishadi. Shu bilan birgalikda biz bepul kutubxona joriy qilganmiz. Bu kutubxonamizda mingdan ziyod kitoblarni ajratganmiz. O'quvchilar kelib, ro'yxatdan o'tib, ushbu kitoblarni uylariga olib ketishlari mumkin, shu yerda olib foydalanishlari mumkin. Shunaqangi imkoniyatlarni ham qilib qo'yganmiz. Ilgari maktabda o'qigan paytimizda bu endi yoshligini eslatadi, shunaqa kutubxonalar bo'lardi. Uni qayta shakllantiribsizlarda. Mahallamizda tanishim bo'lardi. Endi biz ham mahalla mendan kattaroq sinfda o'qiydigan. O'sha bilan kitob musobaqa qilardik. Kutubxonaga borib, men so'rasam, u olib ketib qolgan bo'lardi. Qachon olib keladi desam, bir haftada. Keyin u xohlagan kitob men olib ketib qolardim. Mana shunaqa qilib yozdirib o'qirdik. Endi kutubxonada bilasiz, o'sha anaqangizni nomingizni yozdirib olasiz. Maktab bo'yicha sizlar ikkovinglar xolos kitob o'qiydigan derdi o'sha paytda. Kitob o'sha aytganingizdek bu millatni qutqarsa kitob qutqaradi. Boshqa u tijorat bilan ham, boshqa narsa bilan ham qutulish qiyin. Chunki insonni bir kunda boy bo'lib qolish imkoniyati bor. Bir kunda kimdandir meros qoladi, boy bo'lasiz. Lekin bir kunda ziyoli bo'lib qolish imkoniyati yo'q. Bir uxlab o'rnidan tursa ziyoli bo'lib qolmaydi. Ziyoli bo'lish uchun albatta kitob o'qish kerak. Kitob karvoniga qo'shilish kerak. Kitobga oshino odamlarga do'st bo'lish kerak. Kitobni egalariga shogird bo'lish kerak. Bu yo'lda qilayotgan ishinglarga avvalo Hazrat rahimahullohga ko'p duo qilamiz. Alloh taolo shunday zotlarni zamonasida yashaganimizga Allohga hamd aytamiz. Bular bu millatni bir oyoqqa turg'izib, bir siljitib ketdi. Endi bundan buyog'ida bu xalq eski ajdodlari erishgan yutuqlarga mana shu yo'l orqali erishish mumkinligini tushunib yetish kerak. Muomalat masalalari kitobi, bu kitob ustoz Abdumannon Abdullohning yangi kitob Hilol nashrida chop etildi. Iqtisod bizda misol uchun asos hisoblanmasa-da, lekin busiz hech narsa qilib bo'lmaydi. Iqtisod muhim. Hazrat bilan ham taxminan nechta? 4 tamikin iqtisodga oid kitoblarni o'qib tarjima qilingan. Bilamizki, bugun jamiyatlarda iqtisod mavzusi ajnabiy tizim ostida qolib ketgan. Hammamiz ajnabiy tizimni iste'molchisi bo'lib qolganmiz. Lekin bizda bor edi-yu. O'zimizni asliy tizimimiz bor edi-yu. Qani u degan savolga bu yaxshi javob bo'ldi. Mana bizning tizimimiz, bu orqali hech yo'q ma'lumotni yangilab olsak, keyin amaliyotga tatbiq qilamiz. Hazratimiz bitta orzulari bo'lgan, ya'ni u ham bo'lsa, shu O'zbekistonda Qur'on Karimni nashr qilish. Shu ish Hilol nashriyotiga 2018-yilda nasib qildi. Hozir mana qator ko'rishimiz mumkin, bir 10 xilga yaqin mushaflarni Hilol nashriyotida chop qilyapmiz. Shulardan mana bittasi Dorul Ma'rifa nashriyoti bilan ularning ruxsati, ularning bir uslubida tajvidli mushaf sharif katta hajmlisini nashrdan chiqardik.
2018-yilgacha ustoz endi hamma yaxshi biladi, mushaflarni topish nisbatan qiyin bo'lgan, bo'lganlari ham ya'ni narx jihatdan qimmatroq bo'lgan. Ya'ni oddiy insonlar olish qiyin bo'lgan. Birinchi marta chiqarganimizda 31 ming so'mdan nashr qilindi o'sha paytda va hozirgi kunda bozor narxiga ancha yaxshi ta'sir bo'lib, ya'ni oddiy insonlar ham bemalol mushaf olish, nafaqat biznikini, balki chet eldan kirib keladiganlarning ham narxlari ancha bozorga moslashdi. Shu katta ishlardan bittasi bo'ldi. Alloh taolo nasib qildi. Qur'on bosmasi oddiy ish emas o'zi. Oddiy kitob emas-da bu. Bizni dinimizni ko'pchilik o'ylaydiki, kitoblarda deb o'ylaydi. Aslida bizni dinimiz shaxslarda, kitoblarda u rasmiy holati ko'rinadi. Bu Qur'onni bosmasida albatta hofizlar buni taftishdan o'tkazishi kerak. Bo'lmasa bosib bo'lmaydi. Hofizlar buni taftishdan o'tkazadi. Ular eshitib turadi, siz o'qiysiz, xatosini ular topadi, yoddan topadi ya'ni. Kitobga emas, qoriga murojaat qilinadi. Bizda shu, bizning qadriyatimiz, an'anamiz shunga asoslangan. Yevropaniki kitobga asoslangan. Kitobdan o'qib, o'zi tushungan narsaga tahlil beradi, natijada u tushungani noto'g'ri ketishi mumkin. Lekin bizda shaxslarga, san'atga, as-sanadu minad-din, unzuru amman ta'khuduna dinakum kabi Ibn Sirinlarning qoidasiga asoslangan. Bu katta o'zgarish. O'zbekiston o'sha dunyo maydoniga yuz tutar ekan, hamma sohada birdan rivojlanadi. Bitta soha rivojlansa davlat rivojlandi deyilmaydi. Hamma soha rivojlanadi. Mana hatto Qur'onni ham nashr qilyapmiz, alhamdulillah. Alloh xayrli qilsin. Ulamolarimizning bir ajoyib mezoni bor. Ular aytadiki, sen Alloh taoloning nazdida qanday odam ekanligini bilmoqchi bo'lsang, hozir u seni nima bilan mashg'ul qilib qo'ygan, shunga qara degan. Kitob ichida yurgan odamlar, kitob targ'ibotida, kitob nashriyotida, kitob tarjimasida yurgan odamlar millatning axloqi uchun xizmat qilyapti, ma'naviyati uchun xizmat qilyapti, asl ma'nosi uchun xizmat qilyapti. O'sha ma'noni ya'ni bahosi qadar Alloh nazdida ajri bo'ladi. Kitobga o'rnalashgan odam, kitobni orqasidan tushgan odam boshqa odamlardan ko'ra bir pog'ona yuqoriga ko'tariladi. Bir kitobni o'qisangiz, o'qib bo'lganingizdan keyin boshqa odamga aylanasiz. Kitob o'qigandan avvalgi odam yo'q endi. Kitob o'qigandan keyin boshqa odam bo'lasiz. Ya'ni o'sha kitobni o'qigan odam bo'lasiz. O'shaning uchun kitobga sarflangan vaqt, umr, pul, mablag' hammasi qadrli bo'ladi. Chunki kitob xolis nasihatchida. Sizni mulohaza qilib o'tirmaydi. Xatolaringizni to'g'ridan to'g'ri aytadi. Kamchiligingizni to'g'ridan to'g'ri aytadi sizga. Sizni maqtamaydi. Kim bo'lsangiz shunda sizga xitob qiladi. O'shaning uchun bunaqa do'st har bir odamga kerak. Kitob o'qimagan odam do'stsiz yagona qolib ketgan odamga o'xshaydi. Kitob o'qigan odamning do'sti bor, haqiqiy do'sti bor. U qanaqa do'st? Allohni eslatadigan do'st. Hazrat rahimahullohning bir ajoyib gaplari bo'lardi. Bu bizga har doim ya'ni qoida sifatida quloqimiz tagida turardi. Hazrat aytadilarki, ixlos bo'lgan ish yuradi derdilar. Ixlos bo'lmasa yurmaydi. Shogirdlarning ichida hech kim o'sha vaqt ajratib, o'sha kitob tarjimadan Hazratdan kelib pul so'ramas edi. Hijolat qilardi pul so'rashlikka. Balki o'ziga sharaf deb shu vaqtni ajratib borishlik sharaf. Hazratning oldiga borib o'sha joyda o'tirib kitob tarjima qilish katta bir ya'ni sharaf deb bilardi. Hazratning e'tiroflari o'sha sharafni ustiga sharaf qo'ndirardi-da. Endi o'zimning boshimda o'tgan narsa, men unaqa loyiq bo'lmasam ham zikr ahlidan so'rang ga savol kelib tushgan. U savol meni Facebookda e'lon qilgan maqolam asosida bo'lgan. Maqola Hazrat Umar qizlarini ko'mganmi degan savol. Va shuni tahlil qilganman. Hazrat Umarni radhiyallohu anhu qizlarini ko'mganlari haqidagi xabar ishonchsiz ekanini, sahih sanatlik birorta hadis to'plamida kelmaganini, Hazrat Umarning qizlari borligi, singillari, ammalari bular birortasi ko'milmagani haqida maqola.
keyin ba'zilar e'tiroz bildirgan, Hazratga savol yozishgan. Abror Muxtor Ali shunaqa maqola yozibdi. Hazrati Umar hamma qizini ko'mgan deydi-yu. Bu yangi gap gapiryapti. Shu Abror Muxtor Alining gapiga ishonsak bo'ladimi degan savol. Hazrat ikki og'iz gap bilan javob berganlar. Bu endi loyiq bo'lmasa ham men uchun dunyo oxiratda eng katta mukofot bo'lsa kerak deyman. Ya'ni inson tomonidan berilgan. Abror Muxtor Ali ishonchli ulamolaridan degan gapni gapirganlar. Hamma shogirdlar tabriklayapti meni. Endi bilmayman-ku men. E'lon chiqqandan keyin muborak bo'lsin deyishyapti. Mana shunga o'xshagan narsalar bizga katta ilhom berardi. U ma'noda Hazrat o'zlari bizni yo'naltirardilar yo'nalishlarga. Bu endi o'zlarini ham uslublari edi. Chunki Hazrat dinga xizmat qilish kerak bo'lgan shaxsiyatlarni xalq ichida, ya'ni e'tiborda turishligini xohlardilar, orzu qilardilar. Jamoat ichida biror marta ahli ilmga, talabaga yoki imomlarga ta'na bermasdilar. Nimaga? Bular xalqni oldidagi odamlar, xalqqa xizmat qiladi. Insonda kamchilik bo'ladi. Kamchilikni qidiraverish, ya'ni xalqni oldida turgan insonlarni kamsitaverish bu din dushmanlarining ishi. O'ziga aytardilar, o'ziga shaxs sifatida bu xato, bu noto'g'ri, buni to'g'rilang deb. Va uni hamma to'g'ri qabul qilardi. Lekin ommani ichida doim imomlarni himoya qilardilar, doim talabalarni himoya qilardilar. Bu ham bizga shu mubolag'a shaklida biroz e'tirof bo'lgan, xursand bo'lganmiz. Katta rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Siz bilan inshaalloh yana ko'p ko'rishamiz bu joyda. Xursand bo'lamiz. Do'stlar, ko'rsatuvimizni keyingi qismiga, bosqichiga o'tamiz. Mana ustoz bosh do'kondan chiqib kelmoqdalar. Tasavvurlarni, taassurotlarini hozir bilib olamiz birgalikda. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalom. Ustoz charchamadingizmi? Yo'q. Hamma bilgani uchun, hamma ko'pchilik yaxshi ko'rgani uchun juda ko'p joylarga mehmon bo'lib borsangiz kerak. Lekin biz baribir o'zimiz ichimizdan his qilamiz, eng yaxshi mehmondorchilik ma'rifat maskaniga, eng yaxshisi, eng afzali bu kitob, ilm maskaniga bo'ladi. Bu mehmondorchilik sizda qanday bo'lyapti hozir? Juda xursand bo'ldim. Inson o'zi xohlagan joyda, o'zi muhabbat qo'ygan joyda xuddi baliq suvda yurgan singari yuradi. O'zi xohlamagan joyda qush qafasda tushganday bo'lib qoladi. Biz endi hozir baliq suvda yurgandek yuribmiz, demak yaxshi. Xursandmiz. Sizni kayfiyatingiz yaxshi ekanligidan biz xursandmiz. Ustoz, boya bir savol haqida o'ylab qoldim, sizga ham bir bildirgan kishi bo'ldim. Bir uyni, bir hovlini, bir binoni tasavvur qilsak-da, qaysi kitob hozirgi kunda siz uchun poydevor, uyni qaysi biri devor, qaysi biri tom, qaysi biri eshik va qaysi biri deraza? Biroz murakkabroq savol beryapsiz, chunki agar biz qadriyatlar, e'tiqod mavzulari, halol harom masalasi bo'lsa, bunga o'zimizni ya'ni kitoblarni asos qilib olishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu masalalar kitoblarni ustozlar orqali o'rganishga bog'liq. Bizning an'anamiz, qadriyatimiz shundan iborat. O'zi an'ana arab tilidan olingan. An'analar deydi-yu, andan olingan, ya'ni falonchidan rivoyat qilingandan olib kelganimizda an'ana deyiladi. O'rtada uzilish yo'q. Dandanada bizning o'zbek tilida dandan olingan. Ana shu asos, ustozlar asosida Qur'onmi, sunnat, Hanafiy fiqh, aqida, fiqh masalalarimizni agar fundament sifatida qabul qilsak, uni ustiga endi biz ya'ni adabiy yo'nalishimizni, falsafa qarashlarimizni, mantiq bularni o'rnatsak bo'ladi. Endi bu devor qismi. O'sha fundamentni ustiga qo'yilgan devorlar mutaxassislikka ko'ra kuchayib borishi mumkin. Shu sohalarni. Oddiy xalq uchun har bir shaxsni albatta ustozi, imomi bo'lish kerak din sohasida. Har bir shaxsni tibbiyotda albatta mutaxassis bo'lish kerak. Har bir shaxsni yuridik masalalarda maslahatchisi bo'lish kerak. Agar to'g'ri yo'naltirmasa, turli xil odamlar yuzaga chiqishni boshlaydi. Tibbiyotda mutaxassisga uchramasa, u qaysidir joyga borib bir yolg'onchiga silatib keladi. Tuzaldim deb o'ylaydi, keyin natijada u
zararni ko'radi. Agar ruhiy holatini to'g'ri shakllantirmasa, tasavvufga murojaat qilmasa, unda har xil psixogenetikman degan odamlarni tuzog'iga tushib qoladi. Demak, fundament, asos bizning e'tiqodimiz, uni atrofidagi bino devorlari fiqh, mantiq, falsafa bo'lish kerak. Usti endi axloq bo'lish kerak. Axloq bizni yopib turadigan narsa, bizni axloq bo'lish kerak. Endi eshik bilan deraza ham bir muhimda, agar iloji bo'lsa. Xo'p, eshik bilan deraza Xosroq. o'sha ustozlar meni bilishimcha. Ustozlar orqali kiriladi. Ustoz, shu o'rinda bitta bizni ayniqsa mana siz ham aytyapsiz, nashriyotimiz bor, bosmaxonamiz bor deyapsiz. O'zi ko'p bosmaxonalar, ko'p mualliflar, ya'ni mualliflik ishlarini amalga oshiradigan insonlarni bir dardi paydo bo'lib qolish kunlarda, bu ham bo'lsa qalbaki kitoblar. Ular tahririga ham qaramaydi, boshqasiga ham qaramaydi. Ma'lumot to'g'ri noto'g'riligi keyingi masala. Lekin pul birinchi planda. Shu borada ham biroz o'zingizni fikrlaringizni bildirsangiz yaxshi bo'lardi. Yaxshi muammoni ko'taryapsiz. Qaysi kitob dolzarbligini, ya'ni bozorda egallasa, o'sha kitobning qalbakisini ko'paytirishyapti. Bu Hazrat davrlarida ham bor edi. Hazrat rahimahullohning kitoblari ommalashib, hamma olishni boshlaganda, ba'zi shunaqangi ko'rsan deymiz, o'g'rilar kitobni o'g'irlab, sifatsiz shaklga bostirib, arzon narsa sotib, shuni qilishni boshladi. Keyin ularga nasihat qilindi. Noto'g'ri qilyapsizlar bu ishni deyilsa, ular nima dedi? Biz dedi dinga xizmat qilyapmiz deyishdi. Shunda ularga Hazrat aytdilarki, biz nima qilyapmiz dedilar. Ya'ni biz dinga xizmat qilmayapmizmi? Keyin majbur bo'lindi o'sha kitoblarga o'sha boshqa, ya'ni ko'chirib bosish shar'an harom, qonunan man qilinadi degan gaplarni o'shanga yozildi. U dinga xizmat qilyapman degan narsa maxfiy shahvat deyiladi. Tasavvufda bu bor. Odamlarga o'zini dinga xizmat qilayotgan ko'rsatadi. Asli tagida nima yotadi? Pul yotadi. U dinga xizmat emas u. Dinga xizmat qilayotgan insonlarni mehnatini qadrlamaslik. Bir inson kashfiyot qiladi, bir inson umrini sarflaydi, ko'z nurini sarflaydi, kechalari uxlamay yozadi. Chiqib endi samarasini ko'raman, shuni sotib yana bir ilmiy ish qilaman desa, kitobi sotilmaydi. Nimaga? O'g'irlangan kitob boshqadan sotilib yotibdi. Bu ish axloqan ham to'g'ri emas. Endi bugungi kunda biz dunyo maydonida tanilayotgan davlatlar sirasiga kirib boryapmiz. Qonuniy asosda bularning chorasini ko'rish kerak. Chunki mualliflik huquqi degan narsa qonuniy asosda himoyalanadi. Hamma narsani shunaqangi o'g'rincha, so'g'rinchasini qilishyapti. Biz qonuniy asosda yuqorida aytganimizdek yuridik jihatini ham, qonuniy tarafini ham himoya qiladigan kuchli mutaxassislar orqali buni hal qilishimiz kerak. O'g'irlik ayniqsa kitob sohasida bizning mutaxassislarimizni ish faoliyatiga ta'sir qiladi. Ishchanligiga, samaradorligiga ta'sir qiladi. Biz ko'proq qimmat bo'lsa ham yoki iloji bo'lsa kitob bilan shug'ullanayotganlarga ko'proq yordam berishimiz kerak. Yordam bera olmasak, zarar bermasligimiz kerak. Ilm sohasida kitob yozayotgan odamlarga foydang tegmayaptimi? Insofli bo'l, zararing tegmasin. Boshqa joydan rizq qidir. Halol, harom masalasini o'yla, xalqqa xizmat masalasini o'yla deb ularga nasihat qilamiz. Boshqa ya'ni bizning qo'limizdan boshqa ish kelmaydi o'zi. O'zi ilm, ma'rifat qay darajada rivojlanib, ko'payib boraversa, mana shu ixtiroflar yoki odobsizliklar yoki bema'niliklar sekin-sekin o'zi qochishni boshlaydi. Ustoz va shu kabi ta'lim bilan, ilm bilan, kitob bilan hayotini bog'lagan insonlar jiddiy jahd qilishdan to'xtalmasa, albatta bu masalalar albatta sekin-sekin tez orada yechimini topadi. Saljuqiylar davrida Nizomi mulk vazir bo'lgan va botiniylar o'ta kuchayib ketgan. Botiniy degani har bir oyatni asli ma'nosi boshqa, tagida boshqa ma'no bor deb aqidani, har narsani buzib tashlagan odamlar paydo bo'lgan. Harom narsani halol qiladigan, davlatga, jamiyatga zarar beradigan, masalan, hashshashiylar, asosiylar deyiladi. Hasan Sabboh kabi katta bir fitnachilar paydo bo'lgan. Nizomul mulk muammoni yechimi ta'limda ekanligini tushunib yetgan.
va majbur bo'lgan ular bilan qurolli kurashdan ko'ra fikriy kurash samaraliroq ekanligini, ilmiy kurash samarali ekanligini bilgan va nizomiya madrasalarini tashkil qilgan. Bu madrasaga Imom G'azoliyni olib kelib bosh mudarris qilib tayinlagan. Imom G'azoliy o'sha mudarrislikda ham da'vat, ham kitob yozib, ham talaba yetishtirib, botiniylarni parokandasini chiqarib tashlagan. Va natijada Hujjatul Islom nomini olgan. Bitta shaxsiyat qadam qo'yib, shu ishni butun millatni fikrini, ongini ko'tarishlikka xizmat qildi va o'sha millat 600 yil davomida dunyoda eng yetakchi davlatlarga asos soldi. O'sha Saljuqiylar deysizmi, Qorahoniylar deysizmi yoki Temuriylar davlati deysizmi? 600 yil ichida o'sha musulmonlar tarbiya qilgan shaxsiyatlardan kuchli boshqa davlat bo'lmagan. Keyin inqiroz nimadan paydo bo'ldi? Mustamlaka bo'ldik, kitob o'qimay qo'ydik, birovga qaraydigan bo'lib qoldik. Kamchiligimizni to'ldirmadik, harbiy salohiyatimizni to'ldirmadik, natijada mustamlaka bo'ldik. Hozirgi ahvolimiz uzilgan zanjir bilan qo'limiz kishanda zanjirimiz uzilgan, lekin kishan hali tashalmagan holdamiz. Bugun siz aytayotgan to'g'ri narsaga, nuqtaga urg'u berdingiz. Biz ta'limni rivojlantirishimiz, to'xtamasligimiz, sekin asta bu o'g'rilarni ham insofga kelishiga yoki yo'q bo'lishiga xizmat qiladi. Hilol nashr O'zbekistonda deyarli kitob sohasida oqsoqol nashriyat hisoblanadi. Nomi Hilol bo'lsa ham badrlarga dars beradigan, ya'ni kutubxona desak ham bo'ladi, kitobga asoslangan yo'nalish. Biz bu joyni bir ma'noda shogirdimiz, biz nima xizmat bo'lsa qo'limizdan kelsa qilamiz deb turamiz. Bu joyda qilingan sharoitlar, imkoniyatlar va kitoblar millatni saviyasiga oz bo'lsa-da xizmat qilar ekan, shundan mamnun bo'lamiz. Kitobga bo'lgan targ'ibot boshqa har qanaqa narsadan ustun turadi. Kitob butun insoniyatni oyoqqa turg'izgan va davlatlarni kuchli bo'lishligiga xizmat qilgan omil. Buni ya'ni samarasi 3-4 yillik bo'lmaydi-da. Bu niyat qilganingizda qiyomatgacha sadaqa joriy bo'lib ketadigan ish hisoblanadi. Kichkinagina savolimiz bor edi. Siz bir necha asarlardan bor ekan sizni, ya'ni tarjima asarlaringiz, boshqalar so'z boshida ham suhbatlashdik. Men nima degandim degan kitobni qachon chop qilasiz endi? Bu bizning hayotimiz nomi o'zi. Ko'proq o'sha oddiy sodda aldanib qolgan yigitlarga nisbatan bir necha bor ogohlantirish qilganimizdan keyin chiqqan bir iqtibos endi. Bu bilan biz kimnidir kamsitib, kimnidir mot qilish uchun bu jumlalarni tuzmaganmiz. Noto'g'ri yo'lda ketyapsiz, jarga tushib ketyapsiz deb ogohlantirganimizdan chiqqan xulosalar edi. Ustoz, endi qaysi kitobni tanladingiz? Bu badiiy asar bo'ldimi yo boshqa asar bo'ldimi? Kitobga oshno odam kitobga to'ymaydi. O'zi ajoyib gap bor. Olov o'tinga to'ymaydi. Talaba kitobga to'ymaydi degan singari. Yoshligimizda pulimiz bo'lmas edi. Kitoblar o'ta qimmat edi. O'qiydigan kitoblarimizga pul topolmas edik-da, lekin shuni o'qib tugatsam keyingi kitobni qayerdan olaman degan xayol bo'lardi. Lekin bir tomonda umid bo'lardiki, Alloh taolo ko'rib turibdi-yu, unga kelganda rizq yetadi. Haqiqatda bir kitobni agar ixlos bilan yaxshi o'qib tugatsak, yangi kitobga qattiqdir pul kelardi. Endi hozirgi kunda kitob ko'payib ketdi. Men hamma kitoblarni, ya'ni o'zim o'qigan yo'nalishimizdagi kitoblarni sevib o'qiyman, lekin eng menga yoqqani Imom Zahabiyni Siyar A'lomun Nubala asari. Men juda muhabbat qilaman shu kitobga. Aziz Qo'zi domlani tarjimalari bor ekan. Bir joyda ko'rdim o'zi. Siyar A'lomun Nubala, ya'ni donishmandlarning siyratlari degan kitob. Xo'p, bo'lmasa buni hozir ko'rsatamiz. Oldindan bilganmisizlar deyman. Demak, azizlar, ustoz nega aynan bu kitobni tanladilar? Qisqa bir ta'rif bersangiz. Imom Zahabiy, Shamsiddin Zahabiy degan zot o'tgan. Bu kishi o'zini zamonasida ya'ni misli ko'rilmagan IQ'si baland inson bo'lgan. Hatto Fathul Boriyning musannifi Ibn Hajar Asqaloniy Zamzam suvini ichayotganlarida hadis bor, Zamzam nima niyatda ichilsa o'sha bo'ladi degan. İçayotganda aytarkanlarki, Allohim
shu Imom Zahabiyni zehnidan menga bergin deb suv ichar ekanlar. Shunaqa darajada niyat qilar ekanlar. U kishi ham kam bo'lmagan lekin bu kishini aynan mana shu asarlari bu yerda hozir bir qismi ekan. Menda ham buni o'zini to'liq varianti bor arabchasi. U kishi o'sha Odam alayhissalomdan boshlab to 7-asrgacha ma'lum bo'lgan barcha shaxsiyatlarni kimliklarini yozgan. Bu misli ko'rilmagan zehnda u paytda kompyuter yo'q. Ba'zilar ta'rif qilib aytadi. Agar Imom Zahabiyni katta bir tepalikka chiqarib qo'ysangiz, pastdagi maydonga Odam alayhissalomdan to o'zini davrigacha yashagan odamlarni to'plab qo'ysangiz, Imom Zahabiy odamlarga qarab bu falonchi, bu pistonchining o'g'li, bu falonchining nabirasi deb hammani nomi bilan chaqirardi degan. Shunaqa ajoyib zehniyat bo'lgan bu kishilarda. O'shaning uchun bu kitob juda yoqadi menga. Buning ichida ajoyib bir ya'ni latif jumlalarni ham aytganlar, ajoyib bir istioralarni keltirganlar shaxsiyatlar haqida. Kim, nima, qayerda nima ish qilgan. O'zi odatda bu kitobni ko'p targ'ib qilaman. Bu kitobdan ba'zi latoiflarni tarjima ham qilganman. Bitta qizig'ini gapirib beray. Bir olim ilgari paytda qo'lda yozilgan kitoblar. Shu qo'lda yozar ekan, olim ekan, hadis ilmi bo'yicha kuchli ekan, lekin o'ta xati xunuk ekan. Shu darajada xunuk ekanki, odamlar uni ta'na qilaverar ekan. Sen yaxshi o'qigansan, nimaga xating to'g'ri qilmagansan, chiroyli qilmagan, urishaverar ekan. Keyin shu kishi bir kuni bozorda aylanib yursa, kitoblar sotilayotgan ekan. Qarasa bir kitob turibdi, o'ta xati xunuk ekan. Shuni debdi, qimmatroqqa sotib oldim. Nimaga desa, seni xating xunuk deganlar, mana mendan ham ko'ra xunugi bor deb ko'rsataman deb oldim deydi. Uyga borib o'qib ko'rsam, uni ham o'zim yozgan ekanman dermish. Ajoyib shunaqa narsani keltirgan bu kishi. Baraka toping. Salomat bo'ling. Ustoz, endi boshqa bir hadyalarimiz bor. Ularni birma-bir imkoni bo'lsa sizga ko'rsatsak. Bu ham bo'lsa, mana Omina jurnali va Shayx Hazratning o'zlari asos solgan Hilol jurnali. Bu siz yaxshigina xabaringiz bor. Endi bu sizga va siz orqali siz yaxshi ko'rgan insonlarga hadya. Andijon darg'alari yaqinda taqdimoti bo'lgan ajoyib kitob. Mana bu keyingi asarimiz. Va bu yerda ustoz yana bir qancha asarlarimiz, kitoblarimiz bor va shu bilan birgalikda sovg'a sertifikatimiz bor. Mana shu sovg'a sertifikatlarini olib, eng yaxshi sovg'a o'zi kitob. Lekin qaysi kitobni yaxshi ko'rib bu haligi sovg'a oladigan inson biz bilmaganimiz uchun mana shu sertifikatni beradigan bo'lsak, aynan shu miqdordagi mablag'ga shu yerdan kelib xohlagan kitoblarni xarid qilib ketadilar. Mana shu ham qulaylik. Endi ustoz, bu har bir kelgan biz yaxshi ko'rgan mehmonlarga, hurmatli mehmonlarimizga albatta hadya qiladigan bir kitob bor. Bu ham bo'lsa, siz buni ham juda ham yaxshi bilasiz. Qur'oni Karim. Mushaf. 30 poralik. Yaqinda chiqdi. Juda ham puxta holatda bosmadan chiqdi. Va albatta eng yaxshi sovg'a qabul qilasiz. Albatta. Alloh xayrli qilsin. Alloh xayrli qilsin. Rahmat. So'ng so'z sifatida tomoshabinlarimizga va bu yerda yig'ilgan insonlarga bir fikrlaringizni, nasihatlaringizni aytadigan bo'lsangiz, shu bilan sekin suhbatimizni ham o'z nihoyasiga yetkazsak bo'ladi. Nasihatga o'zimizni loyiq deb bilmaymiz, lekin kitob targ'iboti har kun har kim qilish kerak deb aytamiz har doim. Kitob uyimizda odat tusiga kirish kerak. Ertalab nonushta odatimizda bor. Tushlik ham bor, kechqurungi ovqat ham bor. Lekin kitob mutolaasi bormi? Kitobxonlik bormi? Mushoira bormi? Navoiyxonlik, misol uchun. Yoki bugun hadis kuni deb hadis o'qishimiz, fiqhdan, shunga o'xshagan narsalardan, boring adabiyotdan bo'lsin, farzandlarimizni kitobga oshino qilib borishligimiz kerak. Har bir xonadonda kutubxona bo'lsin. Kutubxonani ya'ni xonalari bo'lsin. O'qilgan, o'qilmagan. O'qilganlaridan o'qilmaganlarini olib qo'yishimiz kerak. Bolalarimizga ham shuni tushuntirishimiz kerak. Bu mehmondorchilikka chaqirganingiz uchun alohida tashakkur. Ruhimiz ozuqalandi. Sizlarni xursand qila olmagan bo'lsak ham o'zimiz xursand bo'ldik. Albatta shunga o'xshagan ishlarda doim tayyormiz, xudo xolasa.
Ustoz rahmat, baraka toping, xush kelibsiz. Eng yaxshi joyda, eng yaxshi mehmonni ko'rganimizdan xursandmiz. Hilol mehmoni dasturi azizlar davom etadi. Aynan keyingi sonlarda, keyingi ko'rsatuvlarimizda yana qaysi aziz insonlarimizni mehmon sifatida chaqirishimizni izohlarda yozib qoldiring va albatta ko'rsatuv haqida fikrlaringizni biz izohlarda, ijtimoiy tarmoqlarda kutib qolamiz. Ustoz yana bir bor tashakkur. Xush kelibsiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.